Assalomu alaykum. Agar siz ushbu meditatsiyani eshitayotgan bo'lsangiz, ehtimol bu tasodif emasdir. Balki hozir sizning tanangiz va qalbingiz aynan shu tinchlikka muhtojdir. Keyingi bir necha daqiqa davomida siz hech narsa qilishga majbur emassiz. Faqat nafas olib, ovozni tinglashingiz mumkin. Va ehtimol siz hali sezmagandirsiz. Lekin ba'zan inson o'ziga bir oz dam olishga ruxsat berganida tanasi va qalbi o'zining tabiiy muvozanatini eslay boshlaydi. Shuning uchun hozir qulay joyga joylashing va asta-sekin ichingizdagi sokinlikni his qilishga ruxsat bering. Hozir siz o'zingiz uchun bir necha daqiqa vaqt ajratdingiz va ehtimol bu vaqt tanangiz va qalbingiz uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Hozir siz bu ovozni eshityapsiz. Nafas olayotganingizni sezayapsiz. Va tanangiz o'tirgan yoki yotgan joyga tegib turganini his qilyapsiz. Va balki hozir siz o'zingizga ruxsat berishingiz mumkin. Biroz tinchlanishga, huzurlanishga. Chuqur nafas oling. Va asta chiqarib yuboring. Yana bir marta chuqur nafas oling. Va sekin chiqarib yuboring. Va ehtimol siz sezishni boshlashingiz mumkin. Tanangiz asta-sekin bo'shashayotganini. Balki yelkangiz bo'shashayotgandir yoki yuz mushaklaringiz yumshayotgandir. Va balki siz hali sezmagandirsiz, lekin tanangiz allaqachon dam olishni boshlagandir. Endi men 10 dan 1gacha sanayman va har bir raqam bilan siz yanada chuqurroq tinchlikka kirishingiz mumkin. 10. Tanangiz bo'shashmoqda. 9. Nafas yanada sokinlashmoqda. 8. Va balki ichingizda bir sokinlik paydo bo'layotgandir. 7. Har bir nafas bilan tanangiz ham dam olmoqda. 6. Fikrlar asta-sekin tinchlanmoqda. 5. Va balki hozir siz ichki sukunatni sezishni boshlayotgandirsiz. 4. Tanangiz yengillashmoqda. 3. Va ichingizdagi energiya asta uyg'onmoqda. 2. Yana biroz chuqurroq tinchlik. 1. Va siz hozir juda sokin va xavfsiz holatdasiz. Endi tasavvur qiling. Qalbingiz markazida kichik bir nur bor. Bu nur sizni ichki manbaingiz. Bu nur siz tug'ilganingizdan beri siz bilan edi. Va balki hozir siz sezishni boshlaysiz.
bu nur asta sekin kattalashayotganini yoki ehtimol u birdan yorqinlashayotgandir. Bu nur yaratilishdan Allohning sizga bergan tuhfasi edi. Va sizning ong ostingiz qaysi usul siz uchun to'g'ri ekanini juda yaxshi biladi. Endi tasavvur qiling. Osmondan juda sof va iliq nur tushmoqda. Bu nur Allohning rahmati va shifosi. Bu nur boshingiz tepasidan tanangizga kiradi va asta sekin butun tanangizga tarqaladi. Balki siz iliqlik sezarsiz yoki yengillik yoki faqat chuqur bir tinchlik va sizni tanangiz bu nurni tanishi mumkin. Chunki har bir hujayra yaratilganidan beri shifoni qabul qilish qobiliyatiga ega. Endi tasavvur qiling. Bu nur har bitta hujayrangizga yetib boryapti. Oyoq uchingizdan, tirnoq uchlaringizdan boshlab har bitta hujayrangiz, tizzangiz, soningiz, qiningiz, oshqozon, ichak, hazm qilish organlaringiz, jigaringiz, talog'ingiz, safroyingiz, o'pkangiz, yuragingiz, tomog'ingiz va u yerdagi barcha a'zolaringiz, nutq a'zolaringiz, eshitish, ko'rish a'zolaringiz, gavharingiz, ko'zlaringizni gavharlari, nafas yo'llaringiz, peshonangiz va boshingizni uchidan to sochingizni uchigacha, qo'llaringizdan to tirnoqlaringizni uchigacha, barcha hujayralaringizda, ularni ichidagi atomlarigacha sekin nur bo'lib oqib kirib boryapti. Va har bir hujayrangiz bu yorug'likni qabul qilmoqda. Va balki ba'zi odamlar shuni sezishadi. Tanasi asta sekin muvozanatga qaytayotganini. Ba'zan esa tana o'zining tabiiy shifo kuchini eslab qolganida juda chiroyli o'zgarishlar boshlanishi mumkin. Va sizning ong ostingiz siz uchun aynan kerakli jarayonlarni hozir boshlashi mumkin. Balki hozir siz sezarsiz, tanangizda kichik energiya oqimi paydo bo'layotganini. Yoki yuragingiz atrofida iliqlik. Siz hozir ushbu iliqlik orqali butun tanangizga sevgini hadya eting. Sevgingizni bildiring. To oyoq uchingizdan boshlab barcha tana a'zolaringizga sevishingizni ayting. Unga shu paytgacha sizga xizmat qilgani uchun har bitta hujayrangizga minnatdorchilik bildiring. Qaysidir bo'lmag'ur fikrim, xafagarchiligim uchun, senga ozor berib qo'yganim uchun meni kechirgin deb ayting. O'zingizdan va tanangizdan kechirim so'rang. Uni unutganingiz uchun undan kechirim so'rang. Unga sevgi bering.
kimdanki xafa bo'lib gina qilgan bo'lsangiz, barchasini kechirib yuborishingizga avvalo Allohga va badaningizga so'z bering va asta sekin ko'z oldingizga keltiring. Barcha xafa bo'lgan insonlaringizni kechirib yuboring. O'zingiz uchun kechirib yuboring. Va ushbu sizni sevgi bergan tanangizda paydo bo'lgan energiyani endi his qilishingiz mumkin. Bu sizning hayot energiyangiz va bu energiya asta sekin kuchayishi mumkin. Bu sizni Alloh tomonidan berilgan salohiyatingiz, potensial energiyangiz va u kun sayin, nafas sayin kuchayishi mumkin. Va sizning tanangiz mo'jiza. U qanday qilib sog'lom holatni eslashni biladi. Endi ichingizdan shuni sezishingiz mumkin. Sizning ichingizda kuch bor. Sizning ichingizda nur bor. Sizning ichingizda shifo bor. Va balki aynan hozir va bugundan boshlab tanangiz yanada ko'proq energiyani eslashni boshlaydi. Yanada ko'proq energiyani tanangizning manbaidan sizga ishlab chiqarib berishni boshlaydi. Endi ong ostingizga butun tanangizdagi barcha mo'jizaviy energiya va sog'lomlik kodlarini aktivlashtirishga ruxsat bering. Unga qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha vaqtga imkon bering. Va u hozir va bu meditatsiyani tugatganingizdan so'ng ham aktivlashtirishda davom etaveradi. Endi asta sekin e'tiboringizni nafasga qaytaring. Tanangizni his qiling. Qo'llaringizni, oyoqlaringizni va bilishingiz mumkin bo'lgan ichingizdagi nur siz bilan qoladi. Har kuni, har nafas siz bilan. Unga doimo tashakkur eting. Undan kechirim so'rang. Unga doim sevgi bering. Va bularni hammasi endi aktivlashtirildi. Va siz tayyor bo'lganingizda asta ko'zlaringizni ochishingiz mumkin va menga qaytishingiz mumkin. Va sizdan iltimosim Mahi Clubni rivoji uchun ushbu meditatsiyalarni tinglaganingizda ularni like bosib, a'zo bo'lib qo'yishni kanalga unutmang. Alloh xayrlarga va shifolarga vasila qilsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Doimo yaratgan egamni panohida bo'ling azizim.